namozi ustida o'tirishimiz shart emas azizlar. Stanoyda ustida turib halol ishlasak, Xudo bizni yaxshi ko'raveradi. Dalani o'rtasida ketmon urib yurgan bo'lsak, halol odam bo'lsak, Xudo bizni yaxshi ko'raveradi. To'g'ri insonni, halol odamni Xudo yaxshi ko'radi. Rasululloh alayhisalom aytdilar: "Yassiru va la tu'assiru." Xudoning dinini qiyin, og'ir tuyultirmanglar dedi. Xudoning dini yengil din. Xudoning dini bu keng din. Shunaqangi yengil, oson dinki, Xudo Qur'onda aytib qo'ygan, "Men bandalarimga toqati yetmaydigan narsalarni buyurmadim" deydi. Xudoning dinida, bu degani siz bilan meni dinimiz bo'lgan islom dinida aqlimiz yetmaydigan birorta narsa yo'q. Ximiyaga aqlimiz yetmasligi mumkin. Fizikaga aqlimiz yetmasligi mumkin. Bitta stanoyga aqlimiz yetmay tushunmasligimiz mumkin. Lekin dinimizda